barchamizga birdek tanish bo'lgan o'zbek milliy qo'shiqchilik san'atida, teatr san'atida uzoq yillar samarali va ibratli xizmat qilgan, xalqqa cholg'usi bilan, qo'shiqlari bilan, ohanglari bilan tanilgan Bog'ot farzandi Qalandar og'a Makyoqubov Xalqaro adabiyot, san'at va ijtimoiy fanlar akademiyasining 11-aprildagi 26.1.04.11.03 sonli protokoliga asosan Qalandar og'aga shu akademiyaning haqiqiy a'zosi akademik unvoni berdi. Xalqaro adabiyot akademiyasini o'sha prezident kengash qarori bilan sizga demak Xalqaro adabiyot, san'at, madaniyat va ijtimoiy fanlar akademiyasi akademigi medali bilan ham taqdirlandi. Ko'chani boshini ham taqib yuring, o'rtasini ham taqib yuring. Bu e'tibor, bu Xorazm san'ati uchun, adabiyoti uchun ham hurmat, ham katta e'tibor. Mana shunday faxriylar, mana shunday bir unvondor akademiklar deymiz. Chiqaversa biz quvonib yuramiz. Mani Allohdan sizlarga umidlar beryapmizki, ömrümüzün oxirigacha shu yozuvchi shoirlarimiz bilan hamnafas yaqinlashib, ömrümüzün oxirigacha xalqimizga xizmat qilish. Mana bu hurmatlarga javob nuqtai nazaridan kuch-quvvatimizni aylaymiz. Endi haqqingizni oldingiz-ku. Sövmegen meclisge varman, sülkeniş derkar yemez. İki dil, iki gönüllüler sana hiç yar emez. Dilge dilger düşsem az, gülgül uşa sadık rafik. Yakşılarga ergeşip, hemden buluş hiç ağır emez. Dost üçün kan yut degen, vardır haloyik içre gel. Çin muhabbet eştide, küysende hiç azar emez. Sözlerimden kaytmagayman, başka yer kelse kılıç. Özgeni sevsem eğer, namım meni ey gaffar emez.